Sen açta deyse adaş. Lekin meningcha bu millatning o bir cho'ng bir qon to'kish bo'lamdi yo bir cho'ng ish qilib bir ideologiyat inqilob bo'lamdi. Bir cho'ng bir qinini, bir ro'yini pokizlaydigan, yuydigan, bir tegidan bir yuydigan bir ish bo'lmasa bizning bu millatda o'zini saqlab qolg'idek bundan keyin millat sifatida mavjud bo'lib tura oladigan dek bir umidni ko'rmadim men. Qurup ketsin bana sebepler. Hiç çıkarlaşmaydiganligini gördük. Dadısını solab koyup, anasını solab koyuyoruz da. Hey, kim çıkartsa? Vatanda dadangni, apangni, ağachangni, akangni, urug' tuqqanlaring so'latsa, sen yana namoyishni qechib, chiqmayman deb deydigan qana bana sababing bor. O'yg'on. Tuqqanlaring uchun bo'lsin o'yg'on. Uyg'urimiz uchun o'yg'on. Hijil bo'l namoyish chiqmayman degandim. Dört ay oldu. Teşvikatımız. Yeni kandak bana sebebim var. Ben hiç bilmedim. Ben Uygur, sen mi Uygur? Benim ata-anam var vatanda, senin ata-anan var. Ama benim yürek, vicdan var, lekin sende yok. Sükut tuturuş. Sükut tuturuşning mohiyati nima? Seningda Uyg'urning qini bo'lganligidan faxrlan. Uyg'ur hamon bir kuni Uyg'urga asqatidir. Hech asqatmaganda jinozangni ko'targanda, duoga qo'l ko'targanda Uyg'ur azizdan aziz millatdir.